Mani bittasi qiynaysiz ichimda. Yosh kitobxonni yutganlar, ota-onalar kim ekan shu? Boylarmi yana deyishadi. Davlatimiz rahbari shu bolalarimga avtomobil berib bo'lsa ham kitob o'qitaman degan orzu niyatim, maqsadim bo'lardi. Mana shunga erishdik deb yaqinda yana aytib o'tdilar. Millionlab otalar bor-da. Mana sizning natija bo'ldi. Mashina olib berdilar otalarga-da. Nima reja endi? Qanday qilib singlimizni kelajagini qayerda o'qitamiz? MITmi? MIT, молодец MIT. Zo'r MIT. Nima qilaylik mana otalar, millat otasi sifatida mana sizni qizingiz shunaqangi sizni aziz qilib, mana shunday kitob o'qib avtomobil yutib berdi-da. Shu bizning uyda shu ana usulga kirgan yoshlikda men o'zim masalan o'qish paytlarida ko'p kitob o'qiganman. O'qigan kitoblarimni yozib berardim. 200 dan o'qigan, o'qigan kitoblarim. Qanday bo'ldi endi? Mana o'zingiz kitob o'qing. Nechta kitob o'qidingiz mana shu tanlovga yutish uchun? Kitob o'qisam, sanab o'qimayman kitob. No, taxminan nechta o'qidingiz? Umumiy shubatgacha o'qigan kitoblarim 400-500 dan oshib qolsa. 400-500 dan oshib. Shu kitob o'qish uchun boshqa ko'p narsalardan voz kechgan paytlar ham bo'lgan. Tanish bilishga yo'qdi, mana oynada guvoh bo'lib turibdi. O'zim qarabosdan to'g'ridan turibman egatidan. Hozir shunday bo'lsa ham shu tanlov shaffof o'tganligi tufayli qizim birinchi o'ringa O'zingiz kimga o'qishsiz? men o'zim yakka tadbirkor, dehqonchilik, chorvachilik, pedagogik shunday yerda qishloqda. Toshkentda o'qiydilar? 3 ta qizim o'qiydi Toshkentda. Mana ham 3 ta qizingiz o'qiydi. Mana haqiqiy millat otalar. 3 ta qizingiz ham o'qigansiz. Men o'zi eng asosiy maqsadim mashina yutib olish emas edi. O'sha kitobxonlik orqali o'zimni ko'rsata olish edi va maqsadimga yetdim. Mashinani esa dadamga tantanali ravishda sovg'a qilmoqchiman. Mani nima ko'proq ruhlantiradi desangiz, jarayonni shu mashinani kalitini bularga topshirganlarga endi butun mahalla nima deydi deyman. Otasiga kitob o'qib, mashina sovg'a degan narsa ertaga tuyuladi. Aslida eshitgan odam kitob o'qib, mashina sovg'a qilsa bo'ladimi deganlar bo'ladi. Endi ular qolishi. Endi BYD sovg'a qiladi desangiz, endi umuman status boshqacha-da. Salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Mana faxrlanamiz. Sizga ham omad. Kelajakda katta-katta loyihalarda ko'rishamiz.